Assalomu alaykum guruh a'zolari. Man kecha sizlarga xabar berganimdek, sizlarga yangi metodika shaklini o'rgataman deb, bu metodika ko'proq maktab o'qituvchilari uchun foydali qo'llanma hisoblanadi. Nima uchun aynan maktab o'qituvchilari deyotganim sababi, bu yerda bizada ayniqsa kichkina sinf o'quvchilarini ko'p darslarda fokuslar, ya'ni e'tiborlari tarqoq hisoblanadi. Ularni darsga bo'lgan e'tiborini qaratish uchun biz o'rtada kichik-kichik tanaffuslar orqali o'quvchilarni darsga qaytarib olishimiz mumkin. Ya'ni biz bunda man sizlarga bitta yangi metodikani ko'rsataman. Bunda bizga asosan kompyuter va Google Chrome kerak bo'ladi. Google Chrome'ga kiramiz. Dark Race deb yozamiz. Ya'ni manda ko'rayotgan bo'lsanglar, o'zi tayyor varianti turibdi, yozilgan bu. Shuni ustiga bosib kira olamiz. Ko'rayotganlaringiz kabi bu yerda har xil shakllari chiqqan. Bizga asosan mana bu ikkinchi linkimiz kerak. Online Dark Race Game degan, shuni ustiga bosamiz. Kutamiz, yuklanyapti va bizga oyna hosil bo'ldi. Mana bu oynada o'rdakchalarimizni har xil ranglar bilan bezatishimiz mumkin. Bu o'zimizga bog'liq. Mana bu yerda soatini qancha soat bilan qilmoqchi bo'lsangiz, shuncha daqiqasini belgilaysiz. Va bu yerda siz ishtirok etayotgan o'quvchilaringizni sonini belgilab olasiz. Mana bu raqamni ustiga bosasizda, bunday qilib yurg'izib olib kelasiz. Maktabda 12ta, 16ta bo'lsa guruhingizda shu belgilab olasiz. Menga hozircha ko'p kerak emas, atigina 6taga emas, 7ta ishtirokchi kerak bo'ladi va ism yozamiz. Name va edit list, ya'ni buni to'g'rilaymiz, to'ldirib chiqamiz. 5ta ishtirokchi ekan, biz yana bitta ishtirokchi qo'shamiz. Bizga 7ta ishtirokchi bo'ldi. Mana bu yerda qarasangiz, o'quvchilarni ism listlari turibdi. Hisob bo'yicha adashib ketmasliklari uchun o'zlari sizlarga ko'rsatib turadi. Biz bajarildi degan tugmani bosib, bu yerda turgan hammasi tayyor. Set tugmasini bosamiz va o'yin yuklanmoqda. Mana ko'rib turibsiz, Akmal, Madina, Royal, Aliya va qolgan o'quvchilarning ismlari turibdi. O'yin boshlashdan oldin ozroq sizlarga bu yerdagi funksiyalarni tushuntirib o'tmoqchiman. Start bossangiz o'yin boshlanib ketadi. Keyin esa mana uni ovozini o'chirib qo'yishingiz mumkin. Xohlasangiz qo'yishingiz mumkin. Keyin musiqasini o'zizga moslab, mana ko'tarib, pasaytirib olishingiz mumkin. O'zizga moslashtirib olasiz. Nastroykani bossangiz, yana qayta o'zimizni oynamizga qaytib keladi. Setni bosamiz qaytadan. Bu yerda e'tibor bering yana. Mana bu ishtirokchilarimiz bir-biridan ajralib turish uchun hammasida har xilcha form berilgan va biz startni boshlaymiz. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, 5-chi ishtirokchi g'olib bo'ldi. Lekin guruhda albatta norozichiliklar bo'lib turadi. Biz buni oldini olganmiz. Ya'ni bu qanday bo'ladi? Guruhda kim birinchi, ikkinchi yetib kelgani bizga ko'rinadi. Ya'ni pastroqqa qarasangiz, mana bu yerda sovrin belgisi turibdi. Mana shuni bosasiz. Mana bu yerda kim qanday yetib kelganini birdan ko'rsatilgan. Ya'ni Royce birinchi, Rosalind ikkinchi, Akmal 3, Liliya, Aron, Madina va Jorjlarni ketma-ket yetib kelgan shakli ko'rinib turibdi. Va biz o'yinni davom ettiramiz. Oxirida qaysi ishtirokchi g'olib bo'lishini biz kuzatib boramiz. Ya'ni buni qanday qilishimiz mumkin? O'yinni davom ettirishimiz uchun. Agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana bu yerda turibdi Race Again, musobaqani davom ettirish.
Banonni yes deb belgisini bossak, o'yin davom etadi. Agar mana shu turgan holatda bossangiz, o'yindan chiqib ketiladi. Va biz птичка shaklini qo'yib, o'yinni davom etish tugmasini bosamiz. Va yana start tugmasini bosish esdan chiqmasin. Mana birinchi ishtirokchi yetib keldi. Biz yana sovrin belgisini bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek, birinchi ishtirokchi qolgan ishtirokchilarni kelib kelgani ko'rinyapti. Agar xohlasangiz, siz mana shu natijani kopiya qilib olishingiz mumkin yoki export resultni jo'natishingiz mumkin guruhga. Biz yana o'yin davom etishni bosamiz. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, bizada ishtirokchilar kam qoldi. 6, 2, 4, 3 va 7-chi ishtirokchilarimiz qoldi. Start tugmasini bosamiz. Mana kuzatamiz oxirida qaysi ishtirokchi g'olib bo'lar ekan. Mana 4-chi ishtirokchimiz birinchi o'rin g'olibiga aylandi. Mana qanday kim yetib kelgani ko'rsatilmoqda. Biz yana o'yin davom ettiramiz. Start tugmasini bosish albatta o'qituvchilar yodingizdan ko'tarilmasin. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, Rozi birinchi o'rin, Madina, Akmal, George'larni yetib kelgan vaqtini, o'rnini ko'rsatyapti. Biz yana davom etishni bosamiz. Start tugmasini bosamiz va davom etyapti o'yin. Mhm. Bizga birinchi o'rinda George, Madina, Akmal va biz yana o'yinni davom ettiramiz. Yana kim g'olib bo'larkan? Akmalmi, Madinami? Albatta, bu o'yinning oxirida Madina g'olib bo'ldi. Agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, o'yin g'olib bo'lganini biz oxirgi yakuniga yetganini mana bu yerda bizda boya oyna bor edi. Bilganlaringizda, e'tibor berganlaringizda, ya'ni o'yinni davom ettirish. O'yin davom etmayapti, значит, oxirgi g'olib ishtirokchimiz bu Madina hisoblanadi. Siz o'quvchilaringizga mana shu sovrin joyini bosib ko'rsatishingiz mumkin. Kim g'olib bo'lganini. Natija birdan ma'lum bo'ladi. Va bu tugadi o'yinimiz. Sizlarning darslaringizga bu o'yin mos keladi va buni qo'llab ko'rishingizni sizga maslahat bergan bo'lardim.